3. Bab. Asiylikqa, chiriklikka va zulmga to'lgan Yerusalimning holiga voy. U hech kimga bo'ysunmadi. Hech kimning tarbiyasini qabul qilmadi. U Parvardigorga tayanmadi. Xudoga yaqinlashmadi. Uning amaldorlari hurkirgan shirlarga o'xshaydi. So'roqchilari bir tal so'ngaknimi atiga qoldirmaydigan och bo'rilardekdir. Payg'ambarlari takabbur, hiyligardir. Ruhoniylari ibodat xonini bulg'ab, Xudoning qonunini dafsanda qiladi. Parvardigor yanili adolatlidir. Yerusalim bilan billadir. U adolatsiz ishlarni hargiz qilmaydi. Her kuni haqiqatni üzüp qo'ymay, namoyon qilsimi, lekin adolatsizlar nomus qilmaydi. Parvardigor mundoq deydi: Yot xalqlarni yo'qotdim. Ularning shahar va sepil munoralarini gumron qildim. U yerdan hech kim o'tmaydigan bo'ldi. Ularning shaharlarini xarobiga aylantirdim. Ko'chalarini cho'llashtirib, hech kimni qoldirmadim. U chaqda xalqim cho'qim mendan ayminib, tarbiyamni qabul qiladi. Shundoq bo'lganda, bekitkinim bo'yicha ularning turalg'ularini vayron qilishimning zaruriyati qolmaydi deb o'ylagan edim. Lekin ular yomon ishlarga texmi mabtum bo'lib qoldi. Parvardigor mundoq deydi: Endi meni kutinglar. Mening so'roq kunimni kutinglar. Men hamma ellar va xalqlarni yig'ib, ularga qahr g'azabimni chechish qaroriga keldim. Butun dunyo g'azab o'tim bilan vayron qilinadi. Keyin bütün xalqlarning menga bir niyatda ibodat qilib, birlikda xizmat qilishi uchun ularning eg'izlarini poklayman. Tarqitib etilgan xalqim Kush daryolarining qarshi qirg'oqlaridan kelib, menga hadiya taqdim qiladi. Ey xalqim, u chaqda sizlarning mendin yüz örgününglar üçün nomus qilishinglarning hojati qolmaydi. Chunki men ichinglardagi takabbur va hakovurlarni yo'qitaman. Sizlar mening muqaddas teg'imda qayta kibrlik qilmaysizlar. Men ichinglardagi kamtar va peqir kishilarni qoldiraman. Ular mening nomimdan panohlik izlaydi. Hayot qolgan Isroillar yomon ishlarni qilmaydi. Yolg'on so'zlamaydi. Aldamchilik qilmaydi. Ular yeb ichib xotirjam yashaydi. Hech kim ularni qo'rqitmaydi. Ey Sion qizi, tantana qil. Ey Isroil, chuqan sol. Ey Yerusalim qizi, xo'shalliqqa cho'm. Parvardigor seni jazolashdan yondi. U sening dushmanlaringni qo'g'lab chiqadi. Parvardigor Isroiliyaning podshohi sen bilan billadir. Sening amdi balo qazodan qo'rqishing behojatdir. Shu kuni Yerusalimga mundoq deyiladi: Ey Sion, qo'rqma. Qo'llaring bo'shib ketmasin. Parvardigoring Xudo sen bilan billadir. U qudratlik qutquzg'ichidir. U sendan xushal bo'lib, tantana qiladi. U muhabbati bilan sana tasalli beradi. U sendan shodlanib, naqshi aytadi. Parvardigor mundoq deydi: Sizlar hech qilolmaganliklaringlardan
məyuslangan edinglar. Sizlarni əmdi yığıb, nomusni qaldırmayman. Şu çağda mən sizlarga zulm salğanlarning hammasini jazolayman. Acizlarni qutquzib, sürgündikilarni yığaman. Ularning nomusini sharafga aylantirib, nomini butun dunyoga tarqitaman. U chaqda men sizlarni yig'ib, yurtinglarga opiraman. Uningdan keyin danqinglarni butun dunyoga tarqitaman. Sizlarni qayta gullantirib, madhiya va shon sharafga sozavar qilaman.